Assalomu alaykum aziz obunachilar. 34-turimiz gilamli prizlari 20 ming dollar va Damas avtomobillarni mana birma-bir topshiramiz. Assalomu alaykum tog'a. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Sizmisizlar? Qayerdan keldingiz? Buxorodan, Buxoro Rometandan. Kim o'ynagandi o'yinni? Ukamiz o'ynagan. Bari ashkun telefon qilgandir aka. Ha. Nima dedi telefon qilgan? Ha, dumoqchoq o'ynadim, yutdim, rahmat sizlarga halol o'yin ekan deb aytdi. Borib olib keling dedi. Shunday borib kelgan. Kelamni kelib oldingizmi? Mana aziz obunachilar, 34-turimiz gilamli prizi 20 ming dollarni mana akam qo'llariga topshiryapmiz. Aka, qarsacha olib turasizlar. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin qo'llaringiz. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa, barakam ham ko'radi o'zi. Ha, o'yin halol o'ynanglar. Ana pulni yutgan pulni hech qanday nima qilmasdan berdilar. Ishini o'ynanglar, halol o'yin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Aka, kim bo'lasiz siz? Ukalar bo'lim. Bari eshitgandirsiz. Xursandmiz. Xursandchilik bo'lsin. Omadlarini bersin. Sizlarga ham rahmat. Mayli, sizlar Sog' bo'ling. ishlashingiz Yaxshi kunlarda ko'rishga yana Sog'liqlar ustiga ketsin. aytganingizga. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Siz emisizlar? Sog'liqmi? Qayerdan keldinglar? Biz Andijon viloyati Marhamat tumanidamiz. Kim o'ynagandi o'yinimiz? Ukam o'ynagan. Va akam birinchilardan telefon qilgandi. Kechqurun 11 da telefon qildi, xursand, yangilik bor dedi, ayt dedim. 20 ming dollar pul yutib oldim dedi. Omadingni bersin dedim. Sen qatori hammaga omadni bersin. Endi kelaver demadingizmi? Yo, endi yana o'ynaydi. Yana ishlaydi. Ishlab o'ynaydi. Mana aziz obunachilar, 20 ming dollarda akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Rahmat sizlarga. Bir musofirlarga. Musofirda yurganlarimizga hammasiga omadni bersin. Xudoyim o'zi qo'llab-quvvatlab, mashina o'yinlar, pul mashinalar yutib, sog' salomat ota-onasini bari hammasi sog' salomat kelsin. Sizlarga ham. Sizlarga ham rahmat. Mana halol o'ynagan, pulni oldik. 5 ta Damas'ni egalari turibdi. Hammasini olib, xursand uyga bola chaqani olib ketadi. Rahmat. Omadinglar bersin haminglar. Sizga ham rahmat. Aka, kimi bo'lasiz? O'g'illari bo'laman. Bari chep telefon qilgandirlar. Vaqt telefon qildi. Nima dedi? Yutib oldim dedi. Endi kelaversin endi ayting. Keladi olasi oz qoldi. Xudo xolasa. Bu yer to'ylar shekilliga. Xudo xolasa. Inshaalloh. Yaxshi kunlarga ishlatinglar uni. Yaxshi kunlarni ko'rishni nasib qilsin. Omadinglar bersin. Sizga ham rahmat. Mana aziz obunachilar, akamiz keldi. Assalomu alaykum. Sizsiz? Assalomu alaykum xola. Sizsiz? O'zingiz o'ynagan. Rasmni olaman, ketmaydi. O'zim olib borib olaman deb niyat qilgan ekansiz. O'sha bo'ladi. Mana keldik. Qaysi shaharda edingiz aka? Moskvada, Podolskda. O'zi qayerdansiz? Men Namangan viloyat Chustda. Endi onaxonga topshiraman endi aka, xafa bo'lmaysiz. Assalomu alaykum xola. Sizsiz? Bari akam telefon qilgandir yo mashinamidi? Yo'q, o'zi keldi yetib. Telefon qildimi Telefon ashadam? qildi, ha, hammamiz suyunib, sizlarni ham duo qildik. Avvalambor sizlar tanjonlaringiz sog' bo'lsin. O'yin haqiqiy. O'yin ekan, rahmat sizlarga ham. Mana aziz obunachilar, 20 ming dollarda akamiz mana onalariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Iloyim. Hech qachon tugamasin. Iloyim halolidan bersin. Aytganingiz kelsin. Bir musofirlarga tilaylaringlar bo'lsin. Musofirdagi hamma bolalarimiz iloyim hammasi halol o'yin ekan, yutsin. Yaxshi kunlarda ishlatsangiz. Mana shu kunlari hajlarga boraylik, sizlarga ham duo qilamiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, farzandlarimiz hammamiz. O'sha musofirdagilar hammasi yutsin. Hammasi yutsin, o'ynasin, yaxshi kunlarda yursin, hammasi ham. Allohu akbar. Aka, sog' bo'ling, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Mana aziz obunachilar, birma-bir endi Damas topshiramiz. Assalomu alaykum tog'a. Sizmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Qayerdan keldingiz? Men Asakadan keldim. Andijondan. Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bosqich mahallasidan. Kim o'ynagandi o'yinimiz? O'g'lim o'ynagan edi. Bari ash kun telefon qilgandi. Ay, inshaalloh shu kuni telefon qilib juda xursandchilikda aytdi. Biz o'zimiz ham xursand bo'ldik. Albatta. Mana aziz obunachilar, 34-turimiz gilamli prizlardan Damas avtomobillarni akamiz qo'llarini topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mining. Rahmat. Doim tagidan shamol sog' bo'linglar. Hamisha Allohning panohida bo'linglar. Ashada yurgan musofirlarga ham Allohim hammalariga bersin, Alloh. Hammalarini Allohning panohida bo'lsin, ishlariga rivoj bersin. Yaxshi insonlarga yondashtirib, yomonlardan adashtirsin. Hammalariga tinchlik, xotirjamlik, xonadonlariga fayz va barakot bersin. Sizlarga ham shu o'ynayotganlarga ham ishtirokchilar hammalaringizga doim omadinglar bersin. Allohning panohida bo'linglar. Yaxshi kunlarda, yaxshi bunda ziyoda mashinalarni topshirib sizlar charchamanglar. Rahmat. Aytgansiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Bo'lamiz hozir. Nomingizga o'tkazib jo'natamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Sog'ingiz yaxshimi aka? Ey, o'tingchi.
Qayerdan keldingiz aka? Farg'onadan keldik. Farg'ona. Kim o'ynagan o'yinni? Akamiz o'ynagan. Balki nima qilgandir. Rosa xursand bo'lib, Xursandchilik bo'ldim aka. telefon qilishib, rosa xursand bo'lishdi. Mana aziz obunachilar, 34-turimiz gilamli prizlaridan yana biri akamiz qo'llarga topshiryapmiz. Yaxshi kunlar ishlating, mening aka. Doim tagidan shamolat tutib tursin aka. Musofirlarga. Mana o'ynashdi, halol ekan. Ularga o'yininglar biz ham endi boshlaymiz, xudo xolasa o'ynashdi. Ular hammaga yutuqlar muborak bo'lsin. Hamma musofirda yurganlar ilohim ishlari zo'r bo'lib yaxshi o'ynab yurishsin shunaqa. Kelishaversin o'zimiz. Kelishaversin. Aka sog' bo'ling. Sog' salomatchilikda ko'rishamiz. Mana aziz obunachilar 3-haftaning. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum opa. Tuzimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Qayerdan keldinglar? Biz Namangan viloyati Pop tumani Olmsariya qishlog'idan keldik. Kim o'ynagandi o'yinni? Xo'jayinim o'ynagandilar. Bari telefon qilgandi. Xo'jayinim o'ynab 5 yilda chiqib ko'rsatardilar aka bunaqasini. O'ynab yutib oldilar. O'yin haqqoniy ekan. Yaxshi. Mana aziz obunachilar, akamizni mana bolalariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mininglar opa. Doim tagidan shamolat. Hammaga nasib qilsin. Musofirdagi hammalar yutib o'ynab farzandlarini, ota-onalarini bag'riga qaytsinlar hammalari. Ishonchli ekan. Mana oldik mashinani. Sizlarga ham Xo'jayinim ham omadlarini bersin. Bunaqa mashinalardan ko'pini yutib qaytib kelsinlar bag'rimizga. Sog' bo'lsinlar. Siz kim bo'lasiz? Jiyanlari bo'laman. Ba eshitgandirsiz. Ha. Biz ham qulluqlab keldik. Ishonch bo'lsin aka. Ishonchli bo'ldi aka, rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Aka kim bo'lasiz? Salom. Men akalari bo'laman, shu yutgan mashinani. Ba akam aytib telefon qilgandir. Borib Damas'dan Ha, Damas'dan pulga dedi. Mana ishonarli ekan, hammasi qonuniy ekan. Qanaqa o'ynagan degandir sizlar. Ya nimaga? Men o'zim Moskvada yuradigan bilaman-ku, bilaman o'ynab. Keyin safar xudo xolisa o'zim borib. Ikkinchisi bu. Ikkinchisimi? Sizlar chempion ekansizlar. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar. Hozir notariusga boramiz, nomingizga o'tkazib jo'nataveramiz. Mana aziz obunachilar, to'rinchi Damas'imiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Joningiz tinchmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Aka qayerdan keldingiz? Samarqanddan. Samarqanddan keldingiz. Kim o'ynagan? Akam o'ynagan ekan. Bari telefon qilgandir akamiz, yaxshi kunlar. Yaxshi kunlarga. Rahmat sizlarga. Shu yaxshi kunlarga unsin akamiz ham. Qaylar shamolat tursin. Sizlar ham ishlaringizga rivojini bersin. Bundan keyin ishlarga chiqib xalq xizmatidan charchamaysizlar. Mana aziz obunachilar, akamiz ukalariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mening aka. Doim sog' bo'ling. Endi keyin safar o'zim boraman, xudo xolisa aka. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarga ko'rish nasib qilsin. Mana aziz obunachilar, bir dona Damas avtomobilimiz qoldi, Xorazmga chiqqan ekan. Hozir ozgina kech qoldi. Hozir kelsa topshirib, unisini ham chiroyli qilib jo'nataveramiz. 34-turimiz gilamli priz Damas avtomobillarimiz mana oxirgisini keldi, Xorazmdan akamiz. Assalomu alaykum. Sizsiz? Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Qayerdan keldingiz? Xorazm Bog'otdan. Bog'otdan. Kim o'ynagan o'yinimiz? O'g'limiz, qo'shnimiz. Telefon qilgandir ushbu. Ha. Nima dedi? Ana mashina o'tdik dedi. Shunga keldik ha. Mana aziz obunachilar, akamiz mana dadalarni qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlar mening. Rahmat. Doim tagidan shamolat. Rahmat. Ko'p kelish nasib qilsin. Rahmat. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa, Xorazmdan ko'pchilik kuzatadi. Rahmat. Mana bizlar o'g'limiz mashina to'g'layim, hamma o'tib yursin, hamma sizlarning ham ishingizda omad tilaymiz. Xudoyim ishlaringiz rivojlanaversin, bundan ham zo'r bo'laversin. Rahmat. Ko'p kelish nasib qilsin. Ili o'zim boray. Xudo xolasa. Aka kimi bo'lasiz? Assalomu alaykum. Qudasi. Qudasi. Bari eshitgandirsiz. Akamiz telefon qilganda. Eshitdik. Xursandchilik. Hammaga omad. O'yin haqiqiy ekan, o'ynanglar, yutinglar. Sizga ham rahmat. Aka kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Akasi bo'laman, og'asi. Bari telefon qilib eshitgandirsiz. Ha, eshitdik. Barchamiz xursandmiz, hammamiz shu Xo'shnudbek ukamizdan ham mashina o'tdi dedi. Shundan hammamiz quvonishib, telefon qilib, tabriklab, hammamizni biza tabrikladik, ular tabriklab, hammamiz mana quvonchli kunda kelib mana mashinani olib turibmiz. Ilohim sizlarning ishlaringizga rivoj, hamisha shu topgan pulingiz yaxshi kun to'ylar buyursin. Aytgansiz. Ishlaringiz oldiga yuraversin. Yaxshi yetib olinglar. Hozir tog'am nomiga o'tkazib beraman, chiroyli qilib kuzataman. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' salomatlik. 36-turimiz gilamli priz Cherry oq avtomobilimiz mana olgan opamiz keldi. Ozgina kech qoldi. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Siz yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Qayerdan keldingiz opa? Samarqanddan. Samarqand. O'zingiz o'ynaganmisiz? Ha. Mana shu yerda turib o'ynaganmisiz? Ha, men shu Samarqanddan turib o'ynaganman. Rossiya kartangiz bor edi. Ha, rossiyskiy kartam bor. Rossiyada edim-da, Rossiyada, Peterda edim. Kartam bor-da, o'shaning uchun ham. Mana aziz obunachilar, opamiz shu yerda turib o'ynagan ekan. Mana o'zini qo'llariga topshiryapmiz opa. Yaxshi kunlarga mening.
Doim tagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Yana ko'p omad ko'rish nasib qilsin. nasib bo'lsa. Musofirlarga qilaringiz bo'lsa, Musofirlarga shu kim pul qo'yib mana o'ynab kelayotganlarga hammalariga omad. Shu ishlariga omad. Ularga ham shu yerga kelib mashina olish nasib qilsin. rahmat. Aka aytganingiz kelsin. Aka kim bo'lasiz? Jiyanlari bilaman. Bari eshitgansizlar siz shuni, aytgandim. Eshitdim. Xursandchilik Xursand bo'ldim. Ishonch bo'ldi. Xursandchiligini kuniga yana xursandchilik bo'ldi. Bugun tug'ilgan kun. Mana badalga bo'lib. Ishondik, hammasiga rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi yetib olinglar opa. Xudo xolasa endi keyingi safar o'zim boraman. Xudo xolasa. Yaxshi yetib olinglar. Sog' salomat bo'ling. Mashina nomimizga o'tdi. Sizniki mashina. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.